Arzon baxt haqida eshitganmisiz? Har kuni millionlab odamlar o'zini arzon baxt bilan siylab yuradi. Alkogol chekish, zararli ovqatlarni yeyish, obedgacha uxlash, qanaqadir kompyuter o'yinlarini o'ynash, vaqtini seriallarga sarflash, hammasi arzon baxt. Baxt ko'rinishdagi baxt, ya'ni sizga shu narsa baxt beradimi-da? Qaysidir muddatga, lekin u sizni kuydirib tashlaydi ichingizdan va butun miyangizdagi dopamin sistemasi, ya'ni sizga baxt beruvchi, baxt hissini beruvchi sistemani buzib sindirib tashlaydi. Haqiqiy baxt intizom azobi ortida yotadi. Ya'ni agar siz o'zingizni maqsadingiz uchun intizomli harakat qila olsangiz, boshda o'ta qiynalasiz, o'ta azoblanasiz, boshda o'zingizni yomon ko'rasiz, kayfiyatingiz past bo'ladi, hayot bema'no tuyuladi. Lekin o'sha hamma tuyg'ularni siz yengib o'ta olsangiz va harakatni davom ettirsangiz, bir kun kelib ertalab turib, siz doimiy baxtga ega bo'lasiz. Bu narsani haqiqiy baxt deydi. Va yana bir marta, haqiqiy baxt azob ortida yotar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Men rivojlantiring.